Saturn sizga ko'pchilik vizit tashlayapti. Nima qo'rqyapsizmi? Nimaga atvet qaytarmayapsiz? Do'stlar, 90% O'zbekni bolasi bilan men nimani talashaman? Men jahon miqyosiga chiqqan O'rta Osiyodagi nomer 1 bo'lgan ligani, professional ligani media jangchisiman. Menga o'zga yurtli raqiblar talaygina. O'shalar bilan raqobat qilay. Bitta madhiya, bitta bayroq, bitta chegara, bitta prezident ostida bizdan. Nima kerak bizga? Nima kerak? Nimani talashadigan narsa ko'rmayapmanmi? Hayb xohlayaptimi? Yoki ko'tarib olish xohlayaptimi? Yo'q, men yordam bera olmayman. Meni kechirasizlar. Men u narsa bo'yicha yordam bera olmayman. Men o'zim erishdim, ularni ham o'zini erishishini xohlayman. To'g'risi do'stlar. Xuddi shunaqa ekan. Men 11-mayga nastroy qo'yaman. Xudo xolasa inshaalloh 11-may Toshkent Xuma Arena yonadi. Oddiy qishloqdan chiqqan Jaydar Saturn arenani to'ldirib lahzaga keltirtiradi. Eslab qolinglar do'stlar. Yangi davr boshlandi. Media Tirishtoy bo'yicha qirol Saturn. Oybek. Assalomu alaykum. To'lga gaz o'zbekgan. Period. Ha, o'sha bir oylik zoyishga ham shaynab yuribman. Hali tashlaganim yo'q, nima edi?